Paxtachi dehqon bozorida joylashgan Paxtachi go'sht markazining go'shtlarning asosiy qismi qayerlarga ketadi? Buni ko'ramiz. Assalomu alaykum Muzambo, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat shobing. Nimaga Paxtachi go'sht markazini tanlagansiz? Chunki eng zo'r mol ho'kizlar pishadi. Mol sevmaydi, qonun sevmaydi. Faqat pishadi. Go'sht shundoq molga solgan pishadi. Bunga javob. Necha yildan beri ishlashasiz? 18 yildan beri nimadan go'sht olaman. Sanjardan. Sanjar aka, bu go'sht qayerga ketyapti endi? Bu go'sht xudo xolasa Misha aka oshga navbatdagi dastavkamiz bu. Xudo xolasa Misha akaga shapaq joylaridan ketdi, mazza qilasizlar borib. Bu go'shtlar qayerga ketyapti deb o'ylaysizlar? Aka, Assalomu alaykum. qayerga ketyapti bu go'shtlar? Bu Zafar iftorlariga boryapmiz go'shtlarni. Kuniga 2 mahal ko'raman akani. Go'shti sifatli. Faqat ho'kiz go'shti bo'lganligi uchun svij olib ketamiz har kun. Zo'r. Bobosh akani oshi shirin chiqish sababini bilasizlarmi? Assalomu alaykum. Mana shu Sanjar ukamizdan go'sht olamiz. Shu sababli qo'ldan kelgancha mana Sanjar ukamiz go'shtni chiroyli qilib berishga harakat qilyapti. Kelaverasizlar mana go'shtga sifatli. Mana shu Bobosh akaga ketadi. Oldingi qo'l. Bu shapaqcha. Shapaqlardan beramiz. Shishib pishadi, shirinni. Go'shtda shirin joyi tentak qiladi. Buni yeysizlar, to'xtamaysiz. Albatta. Aka, bu shirboz qayerga ketyapti endi? Aka, bu shirvozchilar ota yurtiman Nur kafega. Mana shirvoz barrachilar. Bundan bug'lamacha bo'ladi, shashlikcha bo'ladi. Mana mol go'shti soni, bo'yni ketyapti, biqini ketyapti. Restoranga, faqat kafelarga berib, aka, xalq ham qoldimi go'sht o'zi? Go'sht Javlonjon bizda ko'p, cheklanmagan miqdorda marhamat ko'rishingiz mumkin. Maxsus mashinada keladi. Ha. Maxsus xolodilniklik mashin bu. Cheklanmagan miqdorda rangini qarang, bu go'shtning rangini qarang. Yaqinda sifati o'zgarmaydi, aka, bunda. Javob, sifatiga boshqasiga javob. Aka, to'xtang. Bu endi qayerga ketyapti? Bu xudo xolasa Turonga. Bu go'shtlar, Turon kafega bu go'shtlar hammasi. Bu ertalabki zagotovkamiz, obeddan keyin Turonga yana zagotovkamiz bor. Kuniga 2 marta zagotovka qilamiz. Hamma stoloy restoranlar aka olib ketyapti. Hali juda ham ko'p ekan. Xalq ham qolmasa bo'lmaydi aka. To'xtating bo'ldi. Bo'ldi, obeddan keyingacha to'xtatamiz, obeddan keyin boshlaymiz. Bu odam dam olmaydi bu odam. Rahmat. Assalomu alaykum aka. Bir 2 kilo suyaksiz joydan lahm go'sht bering. Xo'p. Qanaqa qora joydan bo'lsinmi? Assalomu alaykum aka. Aka, bugun oyim tug'ilgan kun edi. Ozgina pulim yo'q edi. Shunga 2 kilogina go'sht berib tura olasizmi? Puling yo'q bo'lsa, aka, o'z sizlar ham ko'payib ketdinglar-da. Har kun kelasiz, jonga ham dedinglar. To'xtang ukam. Aka, meni hisobimdan shu bolaga 2 kilo lahm go'sht qo'yib bering. Yo'q, unaqa demang. To'xtang. Mana, bu bizning hisobimizdan. Aka, berib olasizmi? Yo'q. Marhamat. Uka, to'xtang. Onangiz bugun tug'ilgan kun ekan. Tug'ilgan kuniga bir podarkoyga ozroq pul beray. Mang. Onangizni xursand qiling. Rahmat aka. Rahmat. Sizga 2 kilomidi? Yo'q aka, go'sht kerak emas menga. Noshukur ekanman aka. 1 oymi, 1 yildan beri go'sht yemadim dedi-da. Biz har kuni go'sht yeymiz. Hozir bu bolang gaplarini eshitib, endi tomomdan ovqat o'tmaydi aka. Rahmat. Lekin yaxshi odam ekansiz. To'xtang, ey, pulni chiqar. Ber pulni. Ilik qilamiz, dukka qilon. Cho'q ham-ku buni. Borsin. Aldama. Tolgandim-ku. Mana-ku. Men senga bu ham bo'laveradi, xo'pmi? Hop. Endi nima qilamiz? Kiyim. Usti mashinaga men qolib kiyim olamiz. Git. Qornim ochqab ketdi aka. Va tarvuzi? Yemayman tarvuz. Ovqat bo'lsa bir kartoshka bilan lahm go'shti qovurib yeysiz. Zo'r ketadi, hozir och qilgan payti. O, aka. Aka, Sanjar aka shuncha reklama qilyapsiz. 1 kilo go'sht bersin, ayting. Mana bermasa kerak. So'rikchi berar. Sanjar aka, Nima? bir go'sht bering, bir lahm. Shuncha reklama qilyapsiz sizni. Bo'ldi, beraman, faqat bitta sharti bor. Qanaqa shart? Mana shu yerdan qaysini kilasini topsangizlar bepul beraman. Tekinga shunday. Tekinga, bir so'm pul olmayman. Topamiz degan aka. Topsangizlar beraman. Qaysini? Bango deb eshitganman. Aka, meni vangalik qobiliyatim bor. Qaysini tanlaymiz? Mana tanlaylik. Katta bizga ko'plik qilish yetsa Mana bo'ladi. shu ikkalasidan bittasi. Mana illikchaligiga mana shuni Mana shu tanlayman. olaylik. Suyakchasi. Bo'ldi, mana shu zo'r. Mana, xohlasangiz ko'tarib ko'ring mana. Xohlasangiz shunday ko'ring. Beringchi. O, 1 kilo 300 so'mga kerak. yo 1 kilo, yo kam, yo ko'p. 1 kiloga chiqaman. 1 kilo 100.
Javobmi? Qarang, o'ylab ko'ring. Imkoniyatingiz bor. 1 kilo chiqadi. Lekin 1 kiloday bor-da. Ko'ramiz, mana taroziga. Mayli, 1 kilo 100. Rozisizmi? Rozimiz, mayli. Xafagarchilik bo'lmaydi? Yo'q. Bismillah. Aytdim, aka men 1 kilo 100 chiqadi dedimmi? Men bangalik qobiliyatim bor. Gap yo'q, mana. Bepul. Paketchaga o'rang. Ha, voy Nima kabob. qilamiz? Kabob, yarmiga kabobcha. Ikkalamiz-ku aka. Yo, Bekzat akani chaqiramiz. O'zimiz biror joyda mana Oqsho'dan qayerdadir borib yeymiz. Mani ham chaqiring, bepul berdim-ku. Aka siz bu ishga ishlating. Mana marhamat. Rahmat. Sog' bo'ling. Ana, ketdik. O'rtoqlar, sizlar ham bizga o'xshab shunaqa tekin go'sht sohibiga aylanmoqchimisizlar? Unda sharti bitta. Paxtachi go'sht markaziga kelasiz, rastalarimizda turgan go'shtlarni birini tanlaysiz va kilosini topasizlar-ki, topganda shunday o'sha go'shtni sizga tekinga berib yuboramiz. Agar topolmasangiz, shu go'shtni olishingiz shart. O'rtoqlar, biz sizlarni paxtachi go'sht markazida kutib qolamiz, aka. Biz esa ovqat qilgani ketdik. Salomat bo'lasiz. Aka, 3 kilo go'sht bera oling. Qanaqa laxm? Zarnigor, sen hali qassobmisan? Jonlikka tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasan? Ertaga xotining kim desa qassob deymanmi? Jonlikka unaqa demang. Uzaman atnashinglarni, qo'y. Jonlikka gaplashib olaylik, to'xtang. Nima o'zasiz? Bo'ldi aka, yana kelib turing, hop bizdan go'sht olgandi. Jonlikka nima o'zasiz atlashgani? Nimaga aytmagansan shu paytgacha? Opa, parkovkada turgan bava siznikimi? Ha, meniki. Shu olib turing, mashinani olib chiqib ketay. Bo'ldi, hozir olaman. Jonlikka gaplashib olaylik. Gaplashamiz. Hazil-ku. Nima, men nomard deb o'yladingmi? Tashlab ketadi deb o'yladingmi? Bor narsalarni yig'ishtirib, men kaltib ber, bevini. Bo'ldi, O'zim hozir. chekka olib qo'yaman. Zaksga o'tib kelamiz bugun. Bugunmi? Ha, bugun. Pul olsin, ha, pul olsin. Aya, tashlagan aka sizga keldim. Qassobxonaga buyur. Ha? Kiravering. Xo'p. Kimdir bormi? Dorime, interimo ad appare dorime. Keling aka, qanaqa go'sht beray? Laxm go'sht beray, men bor go'shtim, qo'y go'shtim, qanaqa go'sht beray aka? Charchagim ketdi issiqda. Ha, aka, qanaqa go'sht kerak? Qo'y go'shti beraymi? Bu injaqdan sho'rva qilaman. Gapirmaysizmi? Men tushundim, hozir 1 minut aka. Aka, ilik. Mazza qilib. Bitta chas o'zing kelasiz aka. Sho'rva qilib ichasiz. Ilik beraymi? Qara deyapsiz-ku. Bo'ldi, men siz maqsadingizni tushundim aka. Mana aka, go'shtni qitchir aka, mazza qilib ichasiz. Zo'rligini qarang. Shundan 2 kilo beraymi aka? 2 kilo. Hozir 1 minutga telefon qil. Alo. Haya. Qo'lda gul ko'targan bola senga sovchilikka kelgan qizim. Aya, bu bola ham pishdi. Hatya gul tashlab ketay. Ha, otasini qizi, bunisi ham pishdimi? Ha, dada pishdi. Ketdik qizim, soq qora qo'chqor olib kelgan, mana shuni so'yamiz. Bo'ldi.